Odilxon qori 8 yilga qamaldi. Bu haqda Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obidov o'zining Telegram kanalida xabar bermoqda. Qayd etilishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Pop tuman sudida 1977-yilda Namangan viloyatida tug'ilgan Rayhon oilaviy milliy taomlari ta'sischisi muqaddam sudlanmagan OI va boshqalarga oid jinoyat ishi ko'rib chiqilgan. Sud hukmiga ko'ra 7 nafar sudlanuvchi Jinoyat kodeksining 167-moddasi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish 3-qismi A bandi, 209-moddasi mansab soxtakorligi 2-qismi A bandi, 227-moddasi hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalarni avtomat transport vositalarining va ular tirkamalarining, yarim tirkamalarining davlat raqam belgilarini egallash, nobud qilish, ularga shikast yetkazish yoki ularni yashirish 2-qismi A bandi va 228-moddasi hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish 2-qismi A, B bandlarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilgan. OIga 8 yil, Jinoyat kodeksining 62-moddasiga asosan 7 yil, 11 oy, 28 kun muddatga, qolgan 6 nafar sudlanuvchiga jinoiy xatti-harakatlardan kelib chiqib turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilish jazolari tayinlangan. Jinoyat ishi doirasida yetkazilgan moddiy zarar sudlanuvchilardan solidar tartibda undirilishi belgilangan. Eslatib o'taman, yanvar oyida Oliy sud tomonidan Odilxon qori va yana 6 nafar shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining bir necha moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida xabar berilgan edi.